tiniq havo chiqishi, CD tuta olmaslik, bular hammasi qin devorlarini bo'shashi, ya'ni shu holatlari bo'ladi. Sistotseliya yoki rektotseliya bo'lishi mumkin. Va ishonasizmi, bu yoshi katta 35-40 yoshdagi ayollarning 70-80% holatda uchraydigan holatdir. Lekin shu to'g'risida aytishga uyalishadi. U kelganda men bitta zo'rg'a so'rab chiqarib olaman, shunaqa bo'ladimi, sizda ham shunaqa bo'ladi. Menga murojaat qilgan ayollarning ichida 10% qism bo'lsa ham kesarevadan keyingi holatlar ham bor. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, kesareva bo'lsa, demak unaqa holat bo'lmaydi. Shunaqa menga direktimga ham keldida, masalan, men kesareva shunaqa qildiraman, o'sha ostim kengaymaydi deb bo'lmagan gap. Kengayadigan narsa kesareva bo'lsa ham kengayishi mumkin. Bizning yoshimiz o'tgan sari bizda qindagi kollagen, elastin moddalar kamayadi. Yoshimiz kattalashgandan keyin estrogen gormonlarimiz pasaygandan keyin bu holat ham uchrashi mumkin. Va albatta ayolning hayot tarzi ham bunga bog'liq. Ya'ni agar og'ir ishlar qilsa, og'ir mehnatli qilsa, ich qotsa, semirsa, bunaqa holatlardan keyin ham qin devorlarining kengayishi, tushish holatlari bo'lishi mumkin. Va albatta men aytishadi, nima qilsam bo'ladi deb. Aytaman, xo'p, birinchi ko'rish kerak, darajasini aniqlash kerak. Darajasiga ko'ra aytaman, bular bo'lishi mumkin, operativ usul bo'lishi mumkin yoki ne operativ. Operativ usulga bular klipoperineal plastikalar, zadniy plastikalar kiriladi. Operativ bo'lmagan holatlarda bular intim lazer muolajasi, undan tashqari Kegel kreslosi yoki Kegel mashqlarini o'zi uyda mustaqil qilishlar, shular kiradi. Bular albatta ayolning anamnezga kelib chiqilgan holatda, ya'ni nechta tug'ruqlar sodir bo'lgan, qaysi vaznda tuqqan, tug'ruq o'zi qanday sodir bo'lgan, shunga qarab, yana tug'ish imkoniyati bor yoki rejasida borligiga qarab ayolga individual shu narsalarni bartaraf qilish usuli tanlanadi.